Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli dehqon akalar. Sizlarga nasoslarimizni tanishtirishda davom etamiz. Bugungi modelimiz yana bir yangi model. Bu ham to'liq nержавейка materialdan ishlangan. Kirchatkalari ham nержавейка bo'lgan suv osti nasosimiz. Bu modelimiz 100 QS 95 35 2 11 modeli. Bu modelimizning suv chiqarish og'zining razmeri 100lik. 100lik razmerda suv chiqaradi. Endi bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Mana misol bu model bo'yicha o'qisangiz 100likda chiqaradi. 95 kuba 35 metr podyomga ikkita kirchatka 11 kilovatni bildiradi. Endi bu nasosimizning eng yuqori holatlari bor, eng yuqori ko'rsatkichi bor. Misol bu nasosimiz eng yuqori ko'rsatkichda 140 tonnagacha suv chiqarib bera oladi 1 soatda. Minutiga hisoblaganda 2333 litr suvni beradi. Eng yuqori podyomi 55 metr tashkil qiladi. 100likda chiqaradi. Kilovati 11 kilovat, 3600 оборотni tashkil qiladi оборотda. Endi bu nasosimiz eng qiziqarli joyi 28 kiloni tashkil qiladi. Buni bemalol bir kishi ko'tarib, o'rnatib, yana qayta olib foydalanishi mumkin. Bu bir eng afzal tomonlardan biri. Endi to'liq nержавейкаdan tashkil topgan. Bu modelimizning kirchatkasi ikkita kirchatka. O'zini kabeli bor. Bu kabellar to'g'ridan to'g'ri kelib invertorga ulanadi. Invertordan chiqqan tokimiz iste'mol tokiga ulanadi. Va bu nasosimizni invertor orqali foydalanamiz. Invertorimizning o'zining tablosi bor, o'zining ko'rsatkichlari bor. Yoqish tugmasi, o'chirish tugmasi, saqlash tugmasi, оборотni ko'tarish, tushirish, ko'tarish tugmasi va buni ham yana bir zo'r tomoni bor. Misol uchun nasosni ulab yoqqanimizdan keyin qarasak suv kam chiqayotgan bo'lsa, demak bo'lishi mumkin kirchatka yo'nalishi teskari bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha holatda biz kabelni boshqatdan ulashimiz kerak yo'q. Shu invertorimizning o'zidan mana bu tugma orqali ishlayotgan holatda ham mana shu tugma orqali kirchatkaning yo'nalishini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu tugmasi xususiyatlar tugmasi. Bu yerda ham boshqa xususiyatlari bor. Amallar bajarsa bo'ladi. Bu invertorimizda misol qanaqadir ошибка holati bo'ladigan bo'lsa, ekranda o'sha ошибка chiqib keladi. Yozuv chiqib keladi va uni o'zining kitobchasida o'sha xatolarni nima bo'lganini ko'rsatib turuvchi kitobchasi bor. Shu kitobchadan ko'rib foydalansa bo'ladi. Mana shu modelimiz kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. O'ta sifatli, garantiyali kafolati bor. Mana yaqinroq ko'rsatishim mumkin. To'liq nержавейка. Bu suv kirish setkasi, ko'targich, ko'taradigan ruchkasi va motor qismi. Xudo xolasa, bularimizda zapchaslari ham bor. Mana misol kirchatkalarni ham olib kelganmiz. Mana bu kirchatkasi to'liq nержавейка. Ko'rishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, baribir misol suvni tarkibidagi qumni hisobiga, suvni tarkibini hisobiga bu nержавейка ham baribir yediriladi. Shu yedirilib yaroqsiz holatga kelishi mumkin. O'sha holatda zapchaslarimiz yetarli, xudo xolasa. Zapchaslarni ham qilib beramiz. Videoni to'g'ridan to'g'ri skladdan ombordan oldik. Bizda mana sentrabejniy nasoslarimiz, glubinniy nasoslarimiz va boshqa turdagi mahsulotlarimiz bor. Ular bilan ham birma-bir tanishtirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.